Qirg'iziston Respublikasining Batken viloyati etaklaridagi tog'lar orasida sirli g'or bor. Agarda yo'l boshlovchi bo'lmasa, adashib qolish hech gap emas. Kumushning katta zaxiralarini o'z ichiga olgan tabiiy g'ordir. Qirg'iziston Respublikasining Batken viloyati etaklaridagi tog'lar orasida sirli g'or bor. O'sha ajib manzil farg'onalik jurnalist va blogerlarni o'ziga chorlagan. Ijodkorlar qir'adirlar osha viloyat markazidan 60 km uzoqlikda joylashgan Kanigut g'origa yetib kelishdi. Ularga qardosh viloyat administratsiyasi vakillari, tarixchilar va albatta favqulodda vaziyatlar xodimlari hamrohlik qilishdi. Tarixchilarning aytishicha, g'orning uzunligi haqida turli qarashlar bor. Ayrim bir ma'lumotlarda 300 kilometrga cheyin deb juradi. Ayrim bir ma'lumotlarda 49 kilometrga cheyin deb juradi. Ayrim bir ma'lumotlarda 60 kilometrga cheyin deb juradi. Biroq bu labirint siyoqti. Hozirlar bunday ketib o'tganda chinqildek tushib ketgan yerlar bor. Tüp-tüz tash tashlasangiz hozir ko'rasizlar, g'uvuldab bir yerga borib to'xtagani bilinmaydi. G'or bo'ylab yo'l boshsiz sayr qilib bo'lmaydi. Dastlab 30 metr balandlikdan pastga tushiladi. Keyin poyoni ko'rinmaydigan yo'laklar bo'ylab yuriladi. Mazkur g'orni bezitga labirint delmaydi, sababi g'orning har qayerda u tarafga, bu tarafga ketgan yo'laklarni uchratish mumkin. Agarda yo'l boshlovchi bo'lmasa, adashib qolish hech gap emas. Kanigut g'ori qimmatbaho metallarning, birinchi navbatda kumushning katta zaxiralarini o'z ichiga olgan tabiiy g'ordir. Ma'lumotlarga ko'ra, g'ordan oxirgi 500 yil davomida turli ma'danlar qazib olingan. Oxirgi marta 1950-yillarda suv chiqib ketishi natijasida qazish ishlari to'xtatilgan. Aytishlaricha, ilgari odamlar bu yerga kelib qaytmagan. Shu bois ushbu g'or hozirgi kunda ham borsa kelmas g'ori deb ham yuritiladi. Kanigutning o'z davrida yirik davlat bo'lgan Qo'qon xonligi bilan bog'liq jihatlari borligi ham taxmin qilinadi. G'or noyob madaniy va tarixiy yodgorlik bo'lib, u hali ham juda kam o'rganilgan. Ushbu manzilni qardoshlarimiz sayyohlar eng ko'p keladigan joylardan biriga aylantirishmoqchi. Farg'onalik hamkorlar, jurnalist va blogerlar bu borada tashabbuslarini boshlashdi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston, Farg'ona va Batken o'rtasida do'stlik aloqalarining mustahkamlangani hududlarning turizm salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Statistik ma'lumotga ko'targanimizda Farg'ona viloyatiga 422 mingga yaqin xorijiy sayyohlarning kelgani va ularni 100 mingdan ziyodi Qirg'iziston Respublikasi fuqarolariga, turistlariga to'g'ri keldi. Bunga javoban biz ham Farg'ona viloyati turizm boshqarmasi sayyohlar oqimini nafaqat Farg'ona viloyatiga, balki Farg'ona viloyatidan Batken viloyati, qo'shnilarimiz bo'lgan Qadamjoy shaharlari yoki bo'lmasam G'obiyon deymiz, tomosha degan joylarimiz bor va mana bugun sizlar bilan bu yerga tashrif buyurgan borsa kelmas degan turizm mavzelari bilan tanishtirsak, albatta ularga ma'qul bo'ladi degan umiddamiz. Batkenda har qanday sayyohni o'ziga maftun etadigan sirli manzillar ko'p. Bu haqda kelgusi dasturlarimizda xabar beramiz. Islom Nishonov, Shohyor Qayumov, Qirg'izistondan maxsus.